Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Azizjon Tursunov. Bugun Toshkent shahri Shayxontohur tumani Ipakchilikdamiz. Bugun sizlarga taqdim etadigan uyimizni 6 sotik, 8 ta xonasi va 500 metr kvadratdan iborat bo'lgan 3 o'rinli uyimizni ko'rsatamiz. Mana xonadonimizning tashqi fasadi. Demak, mana shu darvoza orqali biz xonadonga kirib boramiz. Albatta videoga like bosib, kommentar o'z fikringizni qoldiring. Mana uyimizning darvozasi, bu yerda domofon tizimi bor. Shu darvozaxonadan kirdik. Uyimiz Toshkent shahri Shayxontohur tumani Ipakchilikda joylashgan 6 sotiklik yevro uchastka. Darvozaxonamiz yuqori patologik ko'rinishi. Bu yerda bemalol 4 ta 5 ta avtomashina sig'adi. Ya'ni sedan avtomashinalari. Uyning o'rtasida yashil maydoniga ega. Uyimiz 2 qavat, podval bilan 3 urovin, 8 ta xona, 500 kvadratdan iborat yevro uchastka. Uyimizning ko'rinishi. Bu yerda tashqarida sanuzelimiz bor. Tashqarida sanuzelimiz. Bunisi tashqaridagi kuxnyamiz. Oshxonamiz joylashgan. Bu yerda ochiqxona maydonimiz bor. Bemalol foydalansak bo'ladi. Xonadonda ya'ni uyga o'rnatilgan narsalar qoladi. Ba'zi bir texnikalar olib chiqib ketilishi mumkin. Bu yana bitta kuxnyamiz. Kuxning mebellarini ko'ryapsizlar. Mana bu patologimiz ko'rinishi qanday qilib qo'yilgan. Eshik romlarimiz asosan plastik, akvaplastikdan foydalanilgan. Xonalarning o'rtasida eshiklar, NDF eshiklar qo'yilgan ekan. Kuxnyadan kirganimizda kattagina hol. Uyga ikkita tarafdan kirsak bo'ladi. Mana holimizning ko'rinishi. Domofon tizimi ulangan. Xonadonda konditsionerlarni ham ko'ryapmiz. Holdan to'g'riga kirganimizda zal bo'ladi. Mana zalimizning ko'rinishi do'stlar. Zalimiz taxminan 10 ga 6 tashkil etadi. 60 kvadratdan iborat bo'lgan zal. Umumiy yashash maydoni 500 kvadratni tashkil etar ekan. Ushbu zalda 3 ta deraza romi, ya'ni ko'chaga qaragan bo'ladi. Mahalla juda ham tinch. Albatta buni ham e'tiborga olasizlar. Yo'q, eshiklarimiz opiq ekan. Mana o'rtada sanuzel, общий sanuzel. Vanna, unitaz, BD va unvali qo'yilgan. Bu yerda veshilkalarni ko'rsak bo'ladi. O'zingizlarga tegishli bo'lgan kiyimlarni ilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Va asosiy eshikdan kirganimizda chap qo'limizda zina bo'ladi. Yuqori patologlarni ham ko'rsak bo'lar ekan. Bu yerdan biz ikkinchi qavatga chiqsak bo'ladi va podval qismiga tushib ketsak ham bo'lar ekan. Va yuqoriga chiqib ketamiz. Bu yoqda ham kattagina hol. Qo'limizda chiroyli qandalangan
qandilni ko'rsak bo'ladi. Holdan kirganimizda zal bor. O'rtada kattagina qandil ilingan. Patologlarni ko'rsak bo'ladi. Bu qandilimiz. Ushbu zal ham 10 tashkil etadi, 60 kvadrat metrda zal kattagina. Bu yoqda ham 3 ta derazalar ham o'rnatilgan. Har bir xonada kuzatishingiz mumkin, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Zinadan ko'tarilganimizda chap tarafimizda spalni joylashgan bo'ladi. Bu birinchi spalni. Spalni juda ham keng. Konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan bu xonada ham. Kattagina panoramik ko'rishdagi derazalarni ko'ramiz parda ortida. Eshiklari eng sifatli NDB eshiklari. O'rtada sanuzol, bu yerda dushni kabina qilingan. Uyni e'tibor beringlar, patologlar juda ham baland qilingan. Bu tarafda sanuzol yonida desk komnata, bolalar xonasi. Bu yoqdan zinadan chiqqanimizda hol orqali boshqa xonalarga ham o'tsa bo'ladi. Xonalarni ajratish uchun parda ham ilib qo'yishgan. Bu yoqda ham bitta spalnya. Qizlarga alohida xona qilib bersak ham bo'lar ekan, juda ham chiroyli qilingan. Patologimiz juda ham baland va pollarga ham e'tibor beringlar. Eng sifatli material ishlatilgan. Uyning narxi videoda yozib qo'yamiz. Bemalol ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilsangiz bo'ladi. Bu yoqda ham sanuzolimiz bor. Ko'p uyimizni ko'ramiz, spalnida sanuzolga kiramiz. Lekin bu yoqda hamma sanuzollar, ya'ni spalnidan ajratib qo'yilgan. Sanuzol juda ham keng. Bu tarafda ham yana bitta spalnyamiz bor. Bemalol ota-onalar foydalansa bo'ladi. Shu patologimizni atrofida, shu xonaning atrofida ya'ni led chiroqlari o'rnatib qo'yilgan ekan. Juda ham foiz berib turibdi. Har bir xonada konditsioner o'rnatib qo'yilgan do'stlar. Endi esa xonadonni pastki qavat, ya'ni podvalga tushib boramiz. Va domofon monitorni ham ko'rsak bo'lar ekan, ikkinchi etajda turib ham uyga kelgan mehmonlarni kiritish imkoniyati bor. Va zinaga ham e'tibor beringlar, hammasi yong'oq materialdan qilingan. Bu yo'ldan biz podvalga tushib ketamiz. Podvalni alyumin profildan qilingan kupe eshigimizni ko'rsak bo'ladi. Hatto podvalimizda alyumin batareyalarni ko'ryapmiz. Podvalni patolog o'yin balandligi 3 metrga teng. Bu birinchi zina ostidagi xona. Ya'ni tipi nima deydi? Kladovga o'xshab qilingan, ya'ni foydalansangiz bo'ladi.
eng sifatli batareyalarni ko'ryapmiz va jumlalarga e'tibor beramiz. Bu yerda regulyovka qilsangiz bo'ladi, ya'ni issiqligida ham regulyovka qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu yerda kattagina hol bo'lsa va zal ostidagi xonamizni ko'ramiz. Bu yerda ham 60 kvadrat metr tashkil etadi. Va fortishkalar ham o'rnatib qo'yilgan, havo almashtirish imkoniyati juda ham yaxshi. Bu joyda kinoteatr o'rnida ham foydalansak ham bo'lar ekan do'stlar. Polnisi remont tugallangan uyimizda. Bu yoqda esa ushbu xonadonning yuragi, ya'ni kotolni xonamizni, prachniy kotolni xonamiz aynan shu yerda o'rnatilgan. 3 ta nima deydi? Dukonturli kotol, ya'ni gazga elektr ishlaydi va kattagina boylerimiz, 3 ta stabilizator, ya'ni tokni bir xilligini ta'minlab beradi. Bu yoqda холодный komnata, mana холодный komnata, banka mahsulotlarini shu yerda saqlasangiz bo'ladi. Bu tarafdan esa biz hovliga chiqib ketsak bo'lar ekan. Mana bu ko'rib turgan eshigimiz orqali biz hovliga chiqib ketamiz. Aynan bu yerda ham qo'shimchasiga vanna o'rnatib qo'yilgan. Albatta do'stlar, videomizda kamchilik bo'ldi. Ya'ni shoshilib video qildik. Xato kamchilik uchun uzr. Videoga like bosing, kommentar o'z fikringizni qoldiring. Narxlarni ekranda ko'rib turibsiz. Ekran ostidagi nomerga telefon qilib ushbu xonadonni kelishib, ya'ni ko'rib ketib, gaplashib olsangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimizda Toshkent shahri Shayxontohur tumani Ipakchilik 6 sotik hovlimiz. 3 ta o'rindan iborat, 8 ta xonasi bor. Общий yashash maydoni 500 kvadrat metr tashkil etadi.